4-chi bob. Qashqarga qaytish. Usto'qbo'g'raxon Samarqandni elib, ulug' yurish vazifasini tamomladi. Yurtdan chiqqili 1 yil bo'lib qoldi. Endi qaytish kerak. Bu yoqdan ko'ngli tinib qoldi. Qolgan ish bo'lsa, Arslan hal qiladi. U yoqda ishlar yomon emas o'xshaydi. Xonish oydin bor. Elik ustoz yaxshi madadkor. Xon o'g'il Boytosh bilan to'ngan teqi yoshda. Al birligi yaxshi deydi. Chatoqchilar yana ochi yo'g'on qursoq, cho'ng salliliklar. Birsi godoylar beshimizga chiqib oldi desa, birsi dahriylar dinimizni buzdi deydi. Nomratlarning qo'rsiqi to'yib, kiyimi butun bo'lib ketgani yo'q. Yer suv tangshalgandan keyin yaxshiroq bo'lib qoldi. Biroq yer egalari to'rilarning qo'li uzun. Degini degan. Biri o'ng'i tortsa, biri so'lg'i tortadi. Yana nomratlar ezilmoqda. Qachon tugaydigan tang bu ezilishlar? Tugamaydigan o'xshaydi. Elik aytgan tugal erkinlik bilan bu talash tortishni bir yoqli qilg'ili bo'larmi? Hozir erkinlik deydiganlar jiqlab ketdi. Qarang Qunduzning so'zlarini. U to'g'ri deydi. U gadoylarning dardini obdan biladi. O'z beshidan o'tkizganda Mardonining jafokashlarning qutqusin degan so'zi Qunduzga shunchalik o'tkir ta'sir ko'rsatgan. Nemishqa Bug'roga unchalik ta'sir qilmaydi. Mardona Bug'rodan jafokashlarning qutquzishini talab qilyotdi. Mardona zimiston ko'rgan bulbul. Bug'ro bo'lsa xonning oltin bo'shkida cho'ng bo'lganda. Shundoq. Gapning takti mana mashadi. Shuncha odam erkinlik, tugal erkinlik deydi. Bu so'z Bug'roxonning qo'liqig'i nemishqa ancha yiqib ketmaydi. Bug'roxon qo'ldorliq tugishi bilan erkinlik ishi tugidi deb qaradi. Ko'pchilik nomratlarning zorini u nemishqa elikdak, Qunduz, Mardonalardek tushunib ketolmaydi. Shundoq. Elikning ishtixi tugmidi degini rost ekan. Bug'rolarning bir necha 10 yildan beri qilgan ishlari ishning tugishi emas, boshlanishi o'xshaydi. Undaq bo'lsa, qandoq qilib obdan davom qildirish, oyg'iga yetkazish kerak. Ishchiq, yuk ig'ir. Davlat ulg'aydi. Hozir yuk texmi ig'irlashmoqda. Yukni g'ayrat bilan ko'tarib, Mardona olg'i besish kerak. To'g'ri, cho'qim shundoq qilish kerak. Chopsan qaytib, do'stlar bilan birlikda chelishish kerak. Mushularni o'ylaganda Usto'qbo'g'raxon Qashqarga qaytishga oldiraydi. U 9-oyning oxirigacha Qashqarga yetib berishga qaror qildi. Bugun 8-oyning boshlari. Illiq yoz havosi payzida Samarqand ulug' Xoqonni uzitishga tayyorlandi. Shaharning shimoliy qovuqi teshidagi yo'l yoqlarida odamlar liq to'lgan. Ular xonni kutadi. Ana, qovuq ustidagi nag'ri kanoy ovozi yangradi. Kishilar u yoqqa talmirishdi. Qovuqdan bir to'p otliqlar chiqib keldi. Yiqillashdi. Oldingi qatorda o'ttirda chaqqan safar kiyimi kiygan Usto'qbo'g'raxon. O'ng yiqida Chorsoqol, sallilik bosh o'lchi Mavlona Hazrat. Sol yiqida so'latlik cherikchi kiyim kiygan Olib Arslan keladi.
Buğraxonning chipar oyg'iri quliqini yopirib, ikki genidagi otlarga ko'z olaytib, o'ynab kelmaydi. Orqadagi qatorda Abu Ali, Erkashbek, Sibuq Tekin, uchinchi qatorda o'ttirda Qunduz. Ikki yonda Chabar Suboshi bilan Bo'z yigit. Uning orqasida o'ttirda Nardoni bilan Zumrad. Yollarida Qovul bilan Omonqul. Ondan keyin o'lcha arboblar va bir qism chirik mulki amaldorlar 3-4 tin qator tizilib kelmaydi. Uzatquchilarga yaqinlashganda Buğraxon yo'ldoshlari bilan otdan tushdi. 20 necha kishi oldiga kelib Buğraxonga salom berdi. Bularning orasida bir qism amaldorlar, qozi kalon, mufti ishonlar, muddaris, o'limalar bor edi. Buğraxon ular bilan samimiy salomlashib, ular bilan birga uzatquchi kishilar qatori o'tirsidan mangdi. Qatorlarning beshida madras toliblari, shahar amaldorlari xonni izzat bilan uzatdi. Buğraxon shahar aholisining o'tirsiga kelganda, Buğraxon omon, oq yo'l bo'lsin degan ovozlar ko'tarildi. Buğraxon ularga samimiy hurmat bildirib mangdi. U birdam qo'l ko'tardi. Birdam qo'llarini maydisiga qo'yib boshlang ishtatdi. Kishilar cho'nqur hayajon bilan go'ylari ko'z yoshlarini surtatdi. Buğraxon uzatquchilar qatorining oyg'iga chiqqandan keyin orqasiga burilib, ikki qo'lini egiz ko'tarib, ko'pchilik bilan xo'shlashdi. Ondan boyotin otdan tushib salomlashgan kishilar bilan xo'shlashib otlandi. Shahardan birga chiqqan uzatquchilarmi otlandi. Shahardan 10 chaqirimcha yiroqlikdagi bir qishloqning chetida Buğraxon otdan tushdi va uzatquchi yoralari bilan xo'shlashdi. U avval olib Arslan bilan chin, uzoq quchoqlashdi. Ondan Chabar Suboshi bilan Mavlona Hazrat, Erkashbek, Abu Ali, Sibuq Tekinlar bilan quchoqlashib bo'lib otga mindi. Ot ustida ularga ta'zim qilib, etini yo'lga boradi. U burilibla ko'ngli buzilayotganligini sezdi. Boshqalarmi yoshlarini to'solmadi. Uzatquchilar orasidami ko'z yoshlarini surtkichilar oz bo'lmadi. Bo'libmi, olib Arslanning ko'ngli buzildi bo'lg'ay, ko'zini surtib oldi. U o'zining xonili emas, birdan bir qadrdon inoq do'stini uzatmoqda. Uzoq safar vazifasi mushkul. Omon bo'lg'ay, deb ichida o'ylaydi. Uning qallasida omon ko'risharmizmi degan bir savol paydo bo'lgan edi. Lekin u bu savollarni darhol rad qildi. Ko'rishmaychi. Tex yana uzoq birga kurash qilamiz. Sutuq Buğraxon ot ustida shuk ketib boradi. Uning yo'ldoshlari oldi orqada ketib borgan qaroqchi qo'shinmi shuk bo'lib qedishdi. Otlarining oyoq ovozlari va purqishlari anglanib turadi. Buğraxon o'ylaydi. Uning ko'z oldidan do'sti Arslanning shakli ketmaydi. Arslan bilan birga ham Oydin, Yulduz bilan tolchiviqni ot etib o'ynashlari. Maktabda birga o'qigan chog'lari. Botir tog'ining uyida birga chirik mashq qilganliklari. O, tomosha, taxtni elish, xonlik o'rdasidagi o'tkir kurashlar. Oxir ulug' yurish. Hammasi uning miyasidan birdamning ichidala tizilib o'tib ketdi.
Arslon hamon uning ko'z oldida ilgirkidekla samimiy kulimsirab turadi. Boya ayrilish vaqtida Bug'roxon Arslon bilan qo'l siqishganda, "Aman bo'ling do'stim. Ko'rishkichi xo'sh." deganda ovozi titrab bu so'zni oron ayta oldi. Arslon, o'zingizni saqlang. Cho'qim ko'rishimiz. deganda u ko'ziga loppida urg'ib chiqib, chanoqlariga to'lgan yoshni kirpik qoqmay tutib olgan edi. U bu vaqtda do'stining ko'ngli buzilayotganligini pamlab, etini burg'an edi. Bug'roxon eng qadinos do'stidan, jonga jon, qo'lga qo'l bo'ladigan yaqin sabdishidan vaqtliq bo'lsa-mu ayrildi. U go'yo yuragining yerimi qiyib qolgandek, modar bo'shab ketgandek his qiladi. Hamma jim. Qo'shin jim. Atrof jim. Faqat otlarning do'pirligan oyoq ovozlari, orlab purqib qo'yishlari anglanib turadi. Bug'roxon kun o'ltirishi oldida Mirzocho'l yoqisidagi bir qishloqqa kelib, otdan tushdi. Boshlamchi qo'shin bu yerda qo'nalg'u uchun hammani tayyorlab qo'ygan ekan. Safarning birinchi qo'nalg'usini u yaxshi o'tkazdi. O'g'ini kashqurun cho'lning neriqi chetida Shoshxonim Mazamxon boshliq bir to'p kishilar Bug'roxonni qarshi oldi va qo'nalg'uga boshlab bordi. Mazamxon do'stlar bilan bu yerga kelgili 2 kun bo'pti ekan. Obdan tayyorlik qildi. U Bug'roxonni bir ajoyib go'zal boqqa boshlab kirdi. Ular bog'ning o'ttirsidagi ravoqqa chiqqanda, bog'ning manzarasi tugal ko'rindi. O'dilda shaptol to'g'ashlar, anjur onorlar kishining ishtihosini qo'zg'ab, sangilab turadi. O'ng so'l yoqda uzunga so'zilgan egiz barang tegida har xil uzum shingillari chiroyliq esilib turibdi. Barang'a gilam, ko'rpilar silinib, yostiqlar qo'yilgan edi. Ravoqning atrofida xilma-xil gullar g'ujjida echilib ketgan edi. Ravoqqa ko'rpi yostiqlar silinib, dostixonga har xil shirin mevalar, non, holva, shirnilar qo'yilgan edi. Bug'roxon ravoqqa chiqib, bog'ni ko'zdan kechirgandan keyin xeyli hordiqqa chiqib qolgandek bo'ldi. Yaxshi bog' ekan, go'zal bog' ekan, dedi u. Bug'roqlar bu yerdami yaxshi qo'noq bo'lib obdan uxladi. Bugun shosh bezandi. Asli bezaklik shahar texmi go'zallashib ketdi. Yozning issiq kunlari, kun chiqish bilan shaharni qizitibdi. Noshtadan keyin shahar ko'chalari odamlarga to'lishqa boshladi. Kishilar shahar teshig'i, kun petish yoqqa qarab oqmoqda edi. Shahar sirtida qo'g'unchi tarafdan keladigan yo'l pokiz supurib suv chechilgan. Odamlar yo'lning ikki yiqiga to'plangan. Otliq qarovchilar tartib o'rnatmoqda edi. Kishilardan birar chaqirim yiroqroqda yo'lning ikki chetidagi ikki tup yo'g'on chinorning cho'ng shoxlari oralariga nog'ra bog'langan. 2dan 4 konaychi uzun konaylarni tutib yiroqqa tikilib turishadi. Bir pasdan keyin bir choparman ot choptirib keldi. U qamchisini beshida pulang'ishtib, "Keldi!" deb varqiraydi. Uni ko'ribla nog'ri konaychilar harakatga keldi. Butkul atrofni nog'ri konoy ovozi qopladi.
odamlarning varang-churunglari jimidi. Ular boshlarini egib yo'lga qarashyapti. Otliqlar to'pi chang to'zitib yetib keldi. Sutuq Bug'raxonning oldida mangan qoruqchi qo'shin cheriklari qarshi olg'uchilarning yo'qirisida yo'lning ikki chetiga tezildi. Orqadan Bug'raxonlar yetib keldi. Bug'raxon otdan tushishi bilan Mazamxon otdan sakrab tushib, qarshi olg'uchi arboblar, amaldorlar, cherik boshlari, yurt mo'tavarlarini tanishtirdi. Bug'raxon ular bilan samimiy ko'rishdi. Ulug' sulton Sutuq Bug'raxonning shahrimizga tashrif qadam qilganlarini butkul shosh xalqi qizg'in qarshi oladi, dedi Bug'raxonning qo'lini tutib turib bir sallalik oqsoqol kishi. Bu shoshning mo'tavar o'limasi edi. Bug'raxon uningga rahmat bildirdi. Ondan Mazamxon otqa minishga taklif qilgan edi, Bug'raxon unimidi. Ular kishilar orasidan piyoda o'tdi. Omon, omon, Bug'raxon omon degan ovozlar anglanib turdi. Bug'raxon al omon deb ularga javob qaytardi. Kishilar Bug'raxonga har xil gullarni otatdi. O'g'il qiz o'smirlar yugurib kelib gul tutatdi. Nag'ri kanoy jaranglaydi. Shaharga kirganda odamlar yo'lning ikki yoqsiga tiqilib ketdi. Hayajon, xushal kayfiyat texim ulg'aydi. Ular o'rda oldi ko'tsiga keldi. Yo'l chetidagi masjidning pashtiqida yanimi cho'ng ovozliq nag'ri kanoy chelinmoqda edi. Milliy kiyimlar bilan go'zal bezalgan birar yuzda qiz yigitlar to'rtdan qator bo'lib nag'riga tankash qilib erkin usul o'ynab keldi. Bug'raxonning oldiga kelganda ular usulluq xush ovoz harakat bilan egilib ta'zim qildi. Ondan bir qismi ikkidan bo'linib chatlab Bug'raxonga yo'l berdi va xonni yondab usul o'ynab mangdi. Bir qism qiz yigitlar Bug'raxonlarning oldida o'ynab mangdi. Ular g'ulashlarni kang yeyib, cho'ng qadam tashlab, bir-birini cho'gilab, mardona, sho'x, chabdas o'ynaydi. Bug'raxon kayniga qarab qo'ygan edi, Qunduz sharatni tushunib, mardona bilan Zumradga sharat qildi. Ular o'ynag'ash to'p ichidan oldiga o'tib, usulga tushib ketdi. Ularni ko'rib, usulchilar to'xtab, o'rin bo'sh deb chavak chelishdi. Ko'pchilik to'xtadi. Yangi boshdan bir maydon o'yin boshlanib ketdi. Mardona bilan Zumrad abjil safar kiyimi kiyib olgan. Boshlariga bog'lab olgan qizil shoyi yog'liqlari ularning husniga husn qo'shgan. Yeni gullik cho'riq kiygan oyoqlari xuddi osmonga ko'tariladigandek yengil dassaydi. Ular dongliq Farg'ona usulini shundoq yaxshi o'ynaydiki, kishilar go'yo usul marikasiga kelgandek bugungi qarshi ilishni unutib qoldi. Oxir ularning taklifi bilan shoshli qiz yigitlarmi usulga tushdi. Ular ikki mehmon qizni o'ttirg'i ilib, billa o'ynashib ilgirladi. Qarshi ilish xuddi maramga aylandi. Bug'raxon huzurlandi. Mazamxon mag'rurlandi. Qarshi olg'uchilar va mehmonlar to'lib toshgan xushalliq tantanasi bilan o'rda qovuqidan kirib ketdi. Lekin o'rda oldi texmi qizib ketdi. Nag'ri kanoy sho'x padiga yo'tkaldi. Yuzlagan ayol, yosh qeri kishilar usulga tushib, bir-biri bilan baslashib, horg'iniga qaramay usul o'ynaydi. Sutuq Bug'raxon shoshda bir hafta turdi.
u Mazamxonning ma'lumotlarini angladi. Amaldorlar cherik boshliqlari bilan uchrashdi. Keyin shahar hunarvallari va tarixchilar vakillari bilan uchrashdi. U bu uchrashishlarda ketar oldida Mazamxon bilan bo'lgan suhbatda qadash bo'lish, elni qo'g'dash, nomratlarning yukini ozaytish degan 3 cho'ng ishni ta'kidladi. Chunki uning uqishicha qadasizlik oz emas edi. Amaldorlar orasida, o'limolar orasida, xalq bilan o'rda orasida, bo'libmi nomratlar bilan hukmronlar orasida oz bo'lmagan ziddiyatlar bor edi. Bu ziddiyatlar asosan ko'nichilik bilan yangichilik orasidagi manfaat talashishlar ziddiyati. Diniy mazhablarning ziddiyati edi. Ziddiyatlar orasida xalq bilan o'rda orasidagi ziddiyat bu kunlarda gavdalanib chiqqan. Tarixchilarning, hunarvallarning turmushi kundan kunga eg'irlashib ketayotgan. Zamindorning setishi ozaygan bilan kaltiki o'xshashla tarixchilar beshida texmi qattiq o'ynayotgan edi. Samoniylardan qutulgandan keyin o'rda amaldorlarning dumbolishi, majburiy cherik tutishi, qamab o'ltirishi asosan yo'qolgan. Biroq olvon siliq avval qudakli eg'ir peti qilayvergan. Hozirgi o'rda yanada qo'rsiqi yo'g'an, mushtumzorlarning o'rdisi bo'ldi, dedi tarixchilar Bug'roxonga. Ularning qo'lidagi yer suvni tortib olmoqcha kaltikidan qutulg'ili bo'lmaydi. Bug'roxon yuqoridagi masalalarni o'zil-kesil hal qilish vaqti kelmadi deb hisobladi. Bug'roxon yuqoridagi masalalarni o'zil-kesil hal qilish vaqti kelmadi deb hisobladi. Ammo u qadashliqni kuchaytirish, xalqning yukini ozaytish ishi hal bo'lmasa bo'lmaydiganligini cho'nqur his qildi. Amaldorlarga, mollalarga Qadashliq bo'lmasa, o'rdini saqlab qolg'ili bo'lmaydi. O'rda xalqdan ayrilsa, put terib tura olmaydi, dedi. Tarixchilarga sizlarning talabinglar to'g'ri, lekin biroqla tugal hal qilg'ili bo'lmaydi. Ish asta-asta bo'ladi. Kaltakni yo'qotish, qo'rsoqni to'yg'izish kerak. To'la aldirab ketishga bo'lmaydi. Sabr qilsa, g'o'ridan holva bo'ladi, dedi. Bug'roxon shoshda xalq san'atini bak qiziqish bilan ko'rdi. Qarshi idish ziyofatidan keyin bir qaytib, o'zitish oldida bir qaytib naqshi usul ko'rdi. Shoshning sozandalari, ashulachilari, usulchilari o'zlarining yuqori mahoratini namoyon qildi. Ular uningga bak yoqdi. U Mazamxonga shoshliqlar mo'l san'at boyligiga ega xush ovoz xalq ekan, dedi. Bug'roxon shoshdan ayrilishda kelgandikiga o'xshash tantana bilan o'zitildi. Bug'roxon Namangonga kelib uzoq turmadi. Jiq ishmi qilmadi. Namangon xoni Qo'shqarxon va Cherikboshi Mamat Alilar bilan jiqroq suhbatlashdi. Qo'shqarxon Qadrdon xonini obdan kutib, yaxshi dam oldirdi. Lolaxon Qashqardan kelganiga 2 oycha bo'pti ekan. U Bug'roxonni ham bug'doy so'zi bilan, ham bug'doy neni bilan o'rmondan chiqqudek mehmon qildi. Lolaxon Qashqarning ahvolini, o'rda xizmatini, oydin o'g'il qizlari to'g'risida kulib, kuldirib so'zlab berdi. Xon uning so'zlarini qiziqish bilan tingshidi. Qunduz Lolaxon bilan uzun mungdashdi. U onasining, o'kisining yaxshi turganligini anglab, xotirjam bo'lib qoldi. Namangondan menish vaqtida
Bug'raxonni qarshi olgan kundikiga o'xshashla qizg'in uzatishdi. Qo'shqar bilan Mehmet Ali yarim kunlik yo'lgacha uzitib keldi. Sutuq Bug'raxon yo'l ustida Org'u degan yurtdagi keng bir o'tloqdan o'tib, bir tog' jilg'isiga kirdi. Ozroq mengib, bir daryoni bo'ylab o'ngga buraldi. Bu daryoni Talos daryo deydi. Ular daryoni bo'ylab, o'ng-so'l burilib, kechiklardan o'tib, yuqorilab, xeyli uzoq mang'andan keyin kengrak bir soyga yetib kelib, otdan tushdi. Boshlamchi qo'shin bu yerda tushlik hordiq ilishga tayyorlik qilgan ekan. Bug'raxon daryo bo'yiga selingan gilam ustidagi iyiq terisiga o'ltirib, atrofga nazar soldi. Sol yoqda sirt tog' yo'tlarining kaynida qatma-qat tog'lar ko'rinadi. O'ng yoq osmon palak egiz qoram toshliq tik tog' bo'lib, tog'ning yeniga daryoning suzuk suyi toshdan toshga urilib, sharqirab oqatdi. Jilg'ining etikida qozon esilgan o'choqlardan ko'tarilgan tutunlar yo'g'on sur org'amchidek tikkisiga o'rlaydi. Shu tarafdan cheriklarning varang-churungi anglanib turadi. Bug'raxon iyiq terisiga so'zilib, ikki qo'liga beshini qo'yib, o'ngda yetib, tik tog'ning cho'qqisiga qaradi. Tog' cho'qqisi go'yida bulutlarni teshib, yuqori o'rlayotgandek. Go'yida bulutlarni yerib, tövenge sho'ng'iyotgandek ko'rinadi. Ola bulutlar oralaridan quyosh sho'lisi bir kulib, bir mo'kib nur chachatdi va nurini yig'ib oladi. Suzuk, yeshil osmon bir echilib, bir yepiladi. Bu tog' cho'qqisi nima degan qudratli-a? deb o'yladi Bug'raxon. U bo'rondinmi, qordinmi, yomg'irdanmi, chaqmoqdanmi qo'rqmaydi. U hamon tik turg'ini turgan. Bu tog' qachonlarda paydo bo'lgan bo'lg'aydi? Azaldan bor bo'lg'aymidi yoki yer ostidan o'sib chiqqan va yoki yiroqlardan uchib kelib bu joyga qo'ngan bo'lg'aymidi? Tabiat umriga, kuchiga qaraganda odam hech nima emas. Biroq odam baribir odamda. Uningda aql bor, idrok bor. Agar u g'ayratli bo'lsa, qisqa umrida tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qila oladi. Sen jo'stoq. Senmi odam-ku. Sen elga qanchalik ish qilib bera olading? Maqtanma. Maqtanishga haqqing yo'q. Cho'qqida bir qora narsa ko'ringandek qildi. U keyin ko'zini yumchaklab qaragan edi, cho'qqida bir hayvon turgandek ko'rindi. U qo'li bilan ko'zini uvlab, diqqat bilan qaragan edi. Rastilla bir orqar tik cho'qqida pastga qarab turibdi. Bug'raxon yotgan peticha. Qovul, o'qgan ekilar, dedi. Neriroqda bir nima bilan haplashayotgan qovul xonning yetib turib o'q yotilab qilganligidan sal hayron bo'lib, o'q yana akilib berdi. Bug'raxon o'ngda yotqinicha yog'i o'qni silib, kirichini tortib, bir ko'zini qisib, orqarni challadi. Ondan demini ichiga ilib, yoning yepini qo'yib berdi. O'yilda pushqan o'q ko'rinmay qoldi. Ko'zni yumib ochqicha, cho'qqidan bir yo'g'on tosh g'o'lg'anda qildi-da, birdamdila gup qilib yerga, daryoning o'qitidagi tog' tuviga tushib ketdi. Tinmay degidek, orqarning nima bo'lishiga jim qarab turganlar o'ga silishib ketdi. Bug'raxon qopib o'ltirdi. U mag'rurlandi bo'lg'ay, maydisini ozroq ko'tirib kuldi. U orqarni bunda qo'lab oldiga tushar deb o'ylamagan edi. Bu
rostila bak ko'ngillik ish bo'ldi. Omonqul bilan Qovul darhol otga minib daryodan o'tdi va orqarini oldiga ilib qaytib keldi-da, orqarini Bug'roxonning oldiga tashladi. Hammaylar yugurib kelib, uni tomosha qildi. Mungizlari bir yerim o'ralgan yo'g'on bo'z orqar, ko'zlari ochiq holda putlarini so'zib, midir qilmay yotadi. Bu naq tushdi. Hozirda kavob qilamiz, dedi oshpaz qo'lidagi cho'ng pichoqni yuqori ko'tarib. Oshpaz yana 3 kishi bilan orqarni 4 putidan tutib ko'tarib elib mangdi. Bug'roxon hamon kulimsiraydi va ilib ketib borgan orqardan ko'zini uzmaydi. Qovul kelib, qo'lidagi o'q yana olganda, ondan u o'zini yig'ib, yana iyiq terisiga so'zilgunicha xushal kayfiyatda cho'qqiga qarab o'ngda yotadi. Keyin ig'ir org'illiq sezib ko'zini yumdi. Bir hozodan keyin Bug'roxonning dimiqini bir nima g'idiqlayotgandek qilib o'yg'andi. Putkul jilg'iga yeyilgan mazzilik kavob edi, uni o'yg'atgan edi. U kavob yediga mast bo'lgandek ko'zini ochmay bir pas yotdi. Uning ishtohasi qo'zg'alib ketdi. Uzoq yo'l mengib, yerib, ichib kelganda tog' jilg'isida, suzuk suluq daryo bo'yida kavob. U orqar kavobi. Yana kelib, o'zi otgan orqarining kavobi qandoqmi ishtohasini qo'zg'amasin. U o'rnidan qopib, daryoning muzdek suyida yuz ko'zini yuvdi. Qaytib kelsa, dostixon selinib bo'pti. Non to'qoch, qand kezaklar tizilib ketibdi. Bo'z yigit bilan Qunduzmi keldi. Bug'roxon uni mig'iniga qo'ymay, Nardoni bilan Zumratni chaqirtib oldi. Ongacha Qovul ziq kavoblarni akilib dostixonga qo'ydi. Qani elinglar, orqar kavobi obdan bo'ladi, dedi Bug'roxon va avval boshlab bir ziq kavobni Qunduzga berdi. Ondan o'zi yedi. Boshqalarmi kavobdan ozroq yepla maqtishib ketdi. Qunduz, Xo'sh, aytib beqinga, kavob rostila o'xshabdimi yoki mening og'zimga shundoq tetib ketdimi? Raslibek mazilik bo'pti. Rostila obdan bo'pti, dedi bo'z yigit. Ilgari mundaq mazilik kavob yapmoqmagan edim. Ustammi bak ustikan. Ha? Ustam ilgari nimishqa bundaq kavob qilolmagan? dedi Qunduz. Kavob qo'y yaxshi bo'pti. Qo'rsoq ochganda bizga texmi tetib ketganda balki, dedi Bug'roxon. Qizlar, qani tortinmay ilinglar, dedi u Nardoni bilan Zumratga va o'zi 3-ziqni qo'liga oldi. Bug'roxon kavobni yegancha yegisi keladi. Burun orqar kavobini yeganda bunchalik ketib ketmagan edi. Rost, o'zing otgan orqar go'shida. O'zing amgak qilib topgan non yaxshi dedi. Kun qayrilib peshin bo'lganda ular otlandi. Bug'roxonningmi, boshqalarningmi kayfi baland edi. Ular yaxshi dam oldi. To'yg'ida kavob yedi. Tog', daryo, yayloq go'zallikka qo'shildi. Safar ko'ngillik edi. Qunduzning taklifi bilan Nardona Zumratlar naqshi boshlayapti. Nardonining o'zi yaxshi ko'radigan, Qunduzga yiqib qolgan heliqa Farg'ona naqsi jarangladi. Ularning sho'x ovozlarining sadolari tog'dan toqqa urilib, yiroqlarda anglanadi. Quyosh chiqdi, nur chashdi, kuldi go'zal Farg'ona. Qiz yigitlar jo'r bo'lib, qo'shiq qo'shdi Mardona. Bu ko'plitning oxirida Mardonning ovozi bilinar bilinmas titrab chiqdi.
Qunduz uningga diqqat qildi. Qovul ko'zini boshqalardan yoshirdi. Ular ona makoni Farg'onani seg'indimi yoki po'raklab turgan o'sha chog'lari yodlarga tushdimi? Ya bo'lmasa bovisi esiga keldimi? Buni Nardoni bilan Qovuldan boshqalar aytib berolmaydi. Qarlig'ash jon qarlig'ash, o'ng dolamga qo'nsangchu. Ulug' bo'g'ra otamga mendan salom aytsangchu. Naqshining bu yeriga kelganda Nardonning ovozi teximi jaranglab ketdi. Hammaylan kulishdi. Bug'raxonmi orqasiga qarab qizlarga kulib qo'ydi. Endi qarlig'ashni avara qilmay, o'zing salom bersangmi bo'lar Mardona? Dedi Qunduz kulib. Bo'g'raxon otamni ko'rolmaydigan, talmirdigan boshqa mardonalar ozdamla xonacha. Shularning salimi bo'lavermamdi. Bek to'g'ri aytding singlim. Ko'rolmay, talmirganlar. Bu to'g'ri gap. Ko'rolmay xon otimizdan yana cho'ng-cho'ng umidlarni kutib talmirib yurgan mardonalar uchun aytaverman degin. Mayli, aytaver. Seningmi shu chaqdagi qalbingning xotirasi bo'lib qolsin. Bug'raxon orqasida otliq kelayotgan bu xotinlarning so'zlariga diqqat qilib, tog' jilg'larini ko'zitib, ot ustida jim kelmoqda edi. Ko'rolmaganlar talmirmoqda degan so'zning ma'nosini u qayta o'ylaydi. Bu so'zni Samarqandga yangi kelganda Nardoni aytgan Bug'ra otamga aytib qo'ying. Bizdek jafo tortayotganlarni qutqizsin degan so'z bilan birlashtirib o'yladi. Shu vaqtda Qunduz Nardonning so'zini quvvatlab, tugal erkinlik masalasini yana o'ttirg'i qo'ygan edi. Hozir yana u talmirganlar degan so'zni takrorlayotdi. Bu to'g'ri gaplar. Otlar soy ichidagi bir kichik dovondan eshib, keng o'tloqqa qarab tövalladi. Bug'raxon etining tizginini bo'shroq qo'yibdi. Uningga agishib, boshqa otlarmi etini tezlatdi. Yiroqda o'tloq o'tirsidiki, 3 chig'ir yo'lda ketib borgan boshlamchi qo'shin uzun 3 tol tanobdak to'lg'inib ilgirlamoqda edi. Yayloqning u yiqida ancha egiz bo'lmagan tog' tizimlarining bag'rida Balosog'un xonliqining xoni Arslan Erikxon qo'nalg'u tikib Bug'raxonni kutadi. U o'z yoralari bilan qo'nalg'udan 10 necha chaqirim yerga kelib Bug'raxonni qarshi oldi. Koni do'stlar quchoqlashib omonlashdi va yana otlanib ilgirlashdi. Ular yaqinlashgancha tog' bag'ridagi ovullar, yangi cho'ng qora uylar, o'tlab yurgan kalo qo'toz, ot to'ga, qo'y o'chkilar ochiq ko'rinishga boshladi. Orqadagi egiz tog' cho'qqisiga tegay deb qolgan quyosh qizg'ush nuri bilan butkul yayloqni purkigan edi. Bak go'zal joy ekan, dedi Bug'raxon yondosh otliq ketib borgan Arslan Erikxonga. Yayloqning payzi kishining ko'ngliga orom beradi. Shundoq, bu joy elimizning eng yaxshi yayloqi, dedi Arslan Erikxon. Bu yerning mollari dangliq, obdan ko'lik otlar chiqadi. Bak yaxshi. Ana qarang. Qarshisidagi qizg'ush tog'ni ko'rsatdi Bug'raxon. Quyosh bir tog' keniga mo'kkan bilan yana tog'dan nurini yo'shirmaydi ekan. Hozir endi kechki shafaq bilan yayloq texmi go'zallashib ketgan edi. O'dildagi tog'ning qizg'ush boshlarida qizil ola bulutlar o'ynamoqda. Tizg'i keladigan o'tlarning har xil gullari yenik shamolda egilib kulib, aziz mehmonlarni qarshi oladi. Bug'raxonlar oq qora uylar tikilib qilingan qo'nalg'u oldiga kelib otlardan tushganda bir to'p qizlar yugurib kelib
tog' gullaridan tizgan dastalarini tutdi. Kishilar orasidan o'tib borganda, qora uy oldida bir necha momoy qo'lidagi yog'och oyoqdan siqimlab elib choshqu choshdi. Bug'raxon ularga qayta hurmat bildirib, o'zi uchun rostlangan qora uyga kirib ketdi. Ozroq dam olgandan keyin dostixon selinib, yayloqning eng mazzilik, aldi dongliq tomoqlari bo'lgan toy go'shi, qo'tos qo'rdiqi, qo'zining yo'ti kavupi keltirildi. Bug'raxon bilan Arslan Elikxon oldiga 2 qo'y beshi qo'yildi. Cho'ng qora uyga har xil go'shtlarning mazzilik hidi to'ldi. Qimiz qo'yilib, go'shtga tutish qilindi. Tamoqdan keyin al o'yinlari ko'rsatildi. Bug'raxon o'yinni baq qiziqish bilan tomosha qildi. Bo'libmi, qiz yigitlarning baslashib, beyt qo'shiq aytishlari uningga baq yiqib ketdi. Bug'raxon yayloqda 3 kun dam olgandan keyin bola sog'unga kelib, u yerda bir necha kun turib yo'lga chiqdi. U yayloqda bola sog'unda Arslan Elikxon bilan ko'p so'zlashdi. Orda arboblar bilan va boshqa amaldorlar bilan uchrashdi-yu, yana uzoq tura olmadi. U Qashqarga chopsanroq yetib yetishga oldiraydi. Arslan Elikxon orda amaldorlari bilan Issiqko'l bo'yig'icha kelib, uzitib, Bug'raxonga oq yo'l tiladi. Bug'raxon ularga omonlik tilab, o'z safariga otlandi. Bugun butkul Qashqar yana bir qaytim bezandi. U ulug' yurishdan g'olibiyat bilan qaytib kelgan, 1 yildan ortiq ko'rmagan Sulton Sutuq Bug'raxonni qarshi elishga rastlangan edi. 9-oy. Qashqarning bosh ko'zi tozimu payziga to'lgan. Tong etishi bilan shahar kulib o'rnidan qo'pib, argulatkichi quyosh nurini qarshi oldi. Kishilar oldirab noshta qilib rastiga yugurishdi. Sandiqning tegidagi qatliqliq kiyimlarini kiyib, bezangan qiz-cho'qonlar, yigit bo'z bolalar ozni masjid oldidagi maydonga to'planishga boshladi. Ko'ch-ko'chalardan eqib kelayotgan odamlar bilan maydon to'layverdi. Tuyuqsizda nog'ri bilan sunay ovozi jarangladi. Kishilar yuqoriga qarashdi. Egiz pashtoqda 2 odam nog'ri chelib etibdi. Biri qo'lidagi qo'sh cho'ki bilan oldidagi cho'ng zil nog'rini payzi bilan chalatdi. Birisi o'g'ninga keltirib bom nog'risini uratdi. Ularning orqalarida o'ri turgan 2 sunaychi, yollardagi 2 kanoychi nog'riga moslashib, sunay kanoylarini chalatdi. Soz avval bir xil yiqimliq ohangga so'zib, yavash chelindi. Keyin osta egiz ko'tarildi. Yana töven tushdi. Oxiri tushirgiga ulinibla sho'x usul ohangiga jaranglab ketdi. Maydondagilar biror kishining tortishini kutib turmayla samog'i tushib ketdi. Ming'ig'an kishilik birlashma usul qaynab ketdi. Borliq maydonchoqlarda, hatto o'g'zilardimi usullar boshlanib ketdi. Haqqoniyaliklarning bayram kunlaridagi bu an'analik sho'x milliy odati bugun boshqachilik qizib ketdi. Ular o'zlarining yengilmas haqqonini ko'z oldiga keltirganida teximiz so'yinib o'ynaydi. Bir pas qaynagan o'yindan keyin kishilar texi vaqti bo'lmaganiga qaramay tuman daryo tarafga qarab eqishga boshladi. Ustin otishning oyog'idagi tog' bag'rida tantanalik qarshi elish so'rini tayyorlangan. Bu tantana bultur bahordagi o'zitish tantanasiga o'xshab ketadi. Uningdan ortiq yeri odam
teximi jiq. Bezinishlar yanimi ko'rkam. Dag'dug'a cho'ng edi. Xushal xo'ramliq to'lib toshqan edi. Yo'lning o'ng yiqiga, bulturqi joyga cho'ng qora uy tikilib, oldi ichiga zilchilar selingan. Qora uy boshlaridagi tog' alamlar yeshil havoda yalpinib turdi. Yo'lning ikki tarafidagi tog' yo'tlari odam bilan to'lgan. Do'ngliklarda, tog' cho'qqilarida nog'ri sunaychilarning baslashib chalgan soz ovozlari tog' boshlarida, keng daloda yangramoqda. U yer, bu yerda odamlar halqlari ichida usulchilar qaynab o'ynamoqda edi. Qora uy oldida amaldorlar, yurt kattalari o'ri to'pi bo'lishib, paranglashqash bugungi zo'qliq tantanining amdilatin boshlanayotgan payzini maqtashmoqda edi. Xonish oydin bir qism o'rda arboblari va bolalar bilan atigandilar xon oldiga qarshi elishga ketgan. Mana endi tush bo'lib, kun qayrilay deb qoldi. Kishilar kelar vaqti bo'lib qoldi-ku degandek yo'lga qarashyapti. Qayerdadir bir egizlikdan bom nag'rining dum-dum qilib uch qitim urilgan hayvatlik ovozi. Uningga tankash bo'lib, Sunayning ta qilib chiqqan jarangliq ovozi anglandi. Buning bilan boshqa soz ovozlari, usullar, kishilarning varang-churunglari shippida to'xtab qoldi. Odamlar bo'yinlarini so'zib yo'lga qarashdi. Uzun tasmadak so'zilgan yo'lning u beshida tog' etkidan tushayotgan org'amchidek bir qora ko'rindi. U yiqinlashgancha otlar, ot ustida o'ltirgan odamlar, kishilar boshlarida yalpinib turgan alamlar avval tutuq, keyin ochiq ko'rindi. Otliqlarning orliqi bir chaqirimcha qolganda nog'ri sunaylar yana jaranglab ketdi. Kishilar yo'l chetiga tizilib kutishdi. Ana, otliqlar yiqinlashdi. Oldida boshlamchi qo'shin, undan keyin qo'riqchi qo'shin o'tdi. Ko'pchilik bu qo'shinlarni urra deb qizg'in chavak bilan qarshi elib oldidan o'tkazib turdi. Qo'shinning kaynidan Bug'roxon yetib keldi. Uning so'latlik cherikchi kiyimiga, soqol burutlariga ozroq chanqongan edi. U shuncha uzoq safardan yerib kelganiga qaramay, oq arg'umoq ustida mazmut o'ltiradi. Uning kulimsirashdan ozroq qisilgan ko'zlaridan ham xushalliq, ham mag'rurlik sezilib turadi. Uning mag'rurlanishga haqqi yo'q deyishga bo'lmaydi. U bultur mushu yerda uzitilganda bu yurishdan g'olibiyat bilan qaytib kelishini umid qilgan bo'lsa-mu, biroq utuqning bu qadar mo'l bo'lishiga bo'lgan ishonchi to'liq emas edi. Endi niyati amalga oshdi. O'rta Osiyo, ikki daryo orliqini, bu makonda yashag'uvchi turk uluslarini dahshatlik Samoniylar zulmidan xalos qilib, Qaraxoniylar xondonligining sharaflik davlat tug'ini Samarqandga qadab qaytdi. Bu kichik ish emas edi. Bu mushu olam bino bo'lgandan buyanqi cho'ng chirik yurishlardan qilishmaydigan yengilmas ulug' yurish bo'ldi. Uning davlati zo'raydi, donqi ulg'aydi. U g'olib, mag'rur edi. Biroq uning qalbida qandoqdir tankalgili bo'lmaydigan bir kuch kamtar bo'l deb ogohlantirayotgandek qiladi. U hamon kulimsirab qarshi olg'uchilarning qizg'inligiga hurmat bildiradi. Bug'roxon bilan bir qatorda Xonish oydin, ilik ustoz, Olib Suboshi, To'g'rilbaglar otliq keladi.
keyingi qatorda o'ttirda Boytosh, ikki yonda Alonur xinim bilan To'ng'an. Undan keyingi qatorda Qilichbek, Yulduz, Qunduz va Mardona zumratlar bilan Bo'z yigit, Qovul, Omonqullar qator kelishadi. Kishilar Bug'raxon omon, Xoqon omon, omon, omon deb to'lishadi. Orlab Xonish omon degan ovozlarmi anglanadi. Bug'raxon o'ng qo'lini egiz ko'tarib, beshini lingshitib, kulib turib xalqqa hurmat bildiradi. Al omon, yurt omon deb to'laydi. Bug'raxon qarshi ilish joyiga kelib otdan tushdi. Orda o'lchilari, arboblar, yuqori amaldorlar, yurt kattalari hurmat bilan qarshi oldi. Ular qora uyda usuluk ichib, meva-chevi yeb, hordiq olgandan keyin shaharga qarab otlandi. Ana, Bug'raxon yo'ldoshlari bilan, qarshi olg'uchilar bilan qo'rg'on yezisining bog'lari orasidagi agmi yo'llardan o'tib ketib boradi. Qarshi olg'uchilar oldi kaynidagi qo'shinlarning bosh oyog'i ko'rinmaydi. Bug'raxonning oldida kang, egiz 4 otli qarvida bir to'p nog'ri sunaychilar ishtiyoq bilan berilib, nog'ri sunay chalmoqda. Orvining burjaklariga qizil alamlar qadalgan. Bo'yinlariga qizil tovar bog'langan, beliga gullik yopiq to'g'risiga yepilgan arg'umoqlar nog'riga tankash qilgandek putlarini salmoq tashlab, boshlarini irg'itib, Harvini erkin tortib ketib bormoqda. Yo'lning ishki chetiga to'lgan odamlar xonni qizg'in qarshi olmoqda. Ular Tuman daryosidan o'tganda bir to'p usulchi qiz yigitlar Harvining kayniga tushib, usul harakati bilan avval Bug'raxonga tang ta'zim qildi. Ondan burilib, usul o'ynig'inicha Harvining kaynidan mangdi. Bularning usullari payziga payzi qo'shibdi. Shahar go'yo asli o'rnidan qo'mirilib ketgandek bo'ldi. Odamlarning qizg'in ro'yi palakka ko'tarildi. Ko'chalarda emas, o'g'zi-o'g'zilarda tiqma-tiqmoq odam. Usul, naqsha, har xil xushalliq ovozlari. Muzdaq ota cho'qqisiga yiqilib qolgan quyosh G'olib Bug'raxonni va Qashqarlikni muboraklab, qizg'ush nurini chechayotgandek qiladi. Bug'raxon o'rda oldiga kelib otdan tushdi va piyoda holda kishilar to'lqini ichida ilgari mangdi. Qizlar solgan qizil zilchi poyandozga qadam qo'yib, qovuqqa ko'tarildi. Palampaydan chiqib, orqasiga burilib, maydonga to'lgan kishilarga qo'l ko'tarib, yana hurmat bildirdi. Xonish, iliklarmi qovuq oldiga chiqdi. Ilik qo'l ko'tarib maydonni tinchlantirgandan keyin Qutlug' safardan g'olibiyat bilan qaytgan ulug' xoqonimiz Sulton Sutuq Bug'raxonni ma'raklab qarshi olamiz, dedi. Maydon guldirlab ketdi. Butkul shahar xushalliq sadolariga cho'mdi. Sulton Sutuq Bug'raxon Qashqarga qaytib kelganning ertasi kuni peshindan keyin urug' tuqqan, oila tavobat, do'st og'illar o'rda orqasidagi xon saroyi hovlisiga jam bo'ldi. Hovlining janubi tarafidagi kang, uzun uzum baranning ichi cho'ng kichik, xotin, bola chaqalar bilan to'lgan. Barang tegiga zilchilar va uzun ko'rpalar silingan. Ko'rpa oldida dasturxon yeyilgan, past shiralar ustida legan-leganda har xil mevalar qo'yilgan. Hamma xushal qo'ramliq ichida o'z dematlari bilan paranglashadi. Xon o'g'illar Boytosh, To'ng'on, To'g'rilbek, Qilichlar ilik ustoz bilan bir nimalarni deb qizg'in so'zlashadi.
xon qiz Alanur xinim, Yulduz, Gullayli, Odargullar Qunduz ham Mardoni bilan Zumratni o'ttirg'i ilib paranglashib ular kayni-kaynidan har xil savollarni berishadi. Alanur xinim Mardoniga qiziqib qaraydi. Mardoni bo'lsa, xon qizidan tortinib ko'zini qochadi va kulimsirab yer ostidan qarab qo'yadi. Bu qiliqi bilan uning o'z siyoqi texmi o'zlashib ketadi. Hammacha, ko'rdingmi? Dedi Alanur xinim Gullayliga. U yoqning qizlari hajab o'z bo'ladi ekan, ha? O'z bo'lmaydi. O'z Qashqardilar deb o'ylabmidilar xinim? Dedi Gullayli chaqchaq orlash. Mardonining yuzlari texmi qizardi. U asta levini tishlab beshini egdi. Targ'anining qizlarini ko'simi Qashqar yigitlari hoshidan ketib qoladi. Dedi Qunduz kulib. Bu qizlarning naqshlarini anglaganda andin og'zinglar ichilib qoladi texi. Shundaq emasmi, Mardona? Voyay, acha. Biz Qashqar qo'shiqchilariga teng kelalamdigan. Dedi Mardona beshini ko'tarmay. O'zingni kamsitmas singlim. Yiliqo qo'shig'ingda bir so'z bor edi-ku. Hey, Zumrat, nima dey? Qaysini deylikin? Dedi Zumrat. Qunduz qo'shimlarini turib o'ylandi. Ondan qo'shiqdan bir parcha aytdi. Targ'onining qizlari, olma anar yuzlari, do'stiga do'st mehribon, yog'iga o'ch ko'zlari. Hammaydan kulishdi. Mardona o'ylab kuldi. Keyin beshini ko'tarib, bir jilvi bilan uzun chechini kayniga tashladi-da, yiroqqa ko'z tashlab, mundoq dedi. Bu Qashqarning qizlari, to'lin oydak yuzlari, mard yigitni tanlaydi, uning xumari ko'zlari. O'ltirganlar yana kulishdi. Yasha Mardona, dedi boyotin uningga qarab jim o'ltirgan Yulduz. Rastili Mardona qizkansan. Qo'shig'ing bakli esil. Biroq Qashqar qizlarini oshiribding. Yo'q, eshib ketmadi. Dedi Zumrat. Qashqar qizlari oydan o'tib cho'lponni xijil qiladi ekan. Qarasizlar ham qiz Alanur xinimning usliqini. Men boshqani xijil qilish tugul, o'zimla xijil bo'lsam bo'ladi. O'zni izdisanglar, mava Adargul achamni tepanglar. Dedi Alanur xinim Adargulni ko'rsatib. Adargul qizirib ketdi. Ongocha ishga qarab chiqdi deyishdi. Buğraxon xonish oydin bilan ko'tirma peshayvonning palampaylaridan tushib kelyotdi. 3-4 bola ularga qarab yugurishdi. Xon o'g'il Boytoshning o'g'li Obul Hasan eri ulardan qilishmay orqadan yugurdi. Uning mo'dirib, iyg'onlab, mitiqlab yugurganiga qarab ko'pchilik kulishdi. Buğraxon avval borgan bolalarning peshonlariga so'yib arkilatdi. Keyin yaqin kelib, yiqilib o'ltirib qolgan Bekach Alini ko'tarib oldi. Kalpiklarini o'mallab, yig'lig'li qo'pqan Obul Hasan eli Buğraxonga qarab kayniga dojigan edi. Bo'zi so'yib kulgandan keyin umi hechaydi. Buğraxon boranga kelganda hammaylar uni xushal qarshi elishdi. Buğraxonning kayfi baland edi. U avval ilik ustoz bilan, keyin Borbetchi ona bilan ko'rishib, boshqalar bilan omonlashdi. Ondan kulimsirab turib beyt aytdi. Do'st yarallar jam bo'libdi darqamda. Sho'lisini kang chechibdi cho'lpon yulduz. Dunyoni kezib yog'i so'qib keldi mana. Quchoqlashdi do'stlar bilan palvon Qunduz. Ko'pchilik kulishib Qunduzga qarashdi. Qunduz: O'zlar o'zi go'zallarning qizil toji. Nurlar nuri nazokatlik aloyim nur. Otsini jon do'stlarni muboraklab,
xushpurakliq hech ichibdi o'z ipari gul. Yana kulki ko'tarildi. Ko'pchilik ilik ustozga qarashdi. Bundaq chaqlarda beyt aytmay qo'ymaydigan ustoz ko'zlarini yerim yumib mundaq dedi. Kun chiqishdan kun petishqa uchib tikan. Bulut yerib parvoz qilib palvon burkut. Hayvatidan chil bo'rilar kuchuk bo'ptu. Kulib yayrab xushal bo'ptu ezilgan yurt. Yana kulki ko'tarildi. Kishilarning payzi teximi oshdi. Endi navbat siliga keldi ana. Dedi Oydim, xoltig'i silingan barbitni qo'ltiqiga qisib, bu yerdagi ahvolga zo'qlanib o'ltirgan barbitchi onaga. Ona shira oldiga o'ltirdi. Bug'raxon boshlab ko'pchilikmi o'ltirishdi. Ular onadan baland qo'shiq kutatdi. Ona barbitni xoltidan chiqarib, yang uchi bilan barbitning toriliq yuzini silab qo'yib, torilarni urib ko'rdi. Barbit sozliq ishkan. U barbitni o'zining yaxshi ko'rdigan qo'shig'i padisiga bir pada chalgandan keyin uningga tankash qilib qo'shig'ini boshladi. Rast degandek endi sana keldi navbat. Ketdi seni zar qaqshatgan ashu kulpat. Tavar kiyding, shirman yeding, ishding sharbat. Qayni amdi sho'x padiga sayra barbet. Ulug' yo'ldan aman keldi bo'g'ra otang. Elgi zo'r qut berib keldi bo'g'ra otang. Yurtqa ko'rik selib keldi bo'g'ra otang. Atap anga naqshangni it yayra barbet. Meskin eding, ergin bo'lding, keldi baxting. Saqaydığı yarı qalbing, yurak laxting. Obdan asra mezmut bo'lg'ay toji taxting. Hoşyar bo'lib xanjiringni qayra barbet. Barbit sayrimoqda. Qo'shiq yangramoqda. Ona ko'zlarini yumib olib, bo'qildab qo'shiq aytadi. Barmoqlari go'yo bazlashgandek bum zil barbit torlarini chekatdi. Ona qonliq o'tmishini aslaydi. Dunyoni titratayotgan ulug' utuqlarni kuydaydi. Bug'raxonni madhiylaydi. Uni va yoralarni ho'shyor bo'lishqa, alamni ching tutishqa, qalamni tashlamaslikqa undaydi. Bu dunyoda yaxshimi bor, yomonmi bor? Va yana bor yomon niyat qo'rsiqi tor. Elni söygan el o'g'liga el bo'lur yor. Ah ko'ngilni mug'ambardan ayra barbet. Arzimigan qo'shig'inga qilma minnat. Mandurman deb soq beshingga solma illat. Obdan baxsang jahonda jiq ochiq ibrat. Ko'ranglamay o'ng solunga qayla barbet. Onaning esil qo'shig'idan ta'sirlangan kishilar cho'nqur hayajonli kayfiyatga cho'kib pay suratdi. Bulbullar tilidek sayrag'an barbit ovozi ularning qalblarini ruhlantirib palakka ko'taradi. Ona qo'shig'ini oyoqlashtirganda ko'pchilik shirin uyqudan uyg'ongandek ulug' kichiktinib ko'ksini ko'tarishdi. Barakallah ana, dedi ilik ustoz. ulug' odamsiz. Bir obdan barbitchi, qo'shiqchilar emas, dono ustozsiz. Hashqallah ana, dedi Bug'raqam. siz rostli ulug' ustoz. Sizning barbitingiz el dardi bilan tovlangan. U el tilkini sayraydi. Bizning ko'zimizni ochidi. U bizga ham boshlamchi, ham qamchi. Ona o'rnidan turib, avval Bug'raqamga, keyin
ilik ustozga ta'zim qildi. iltifotlariga hashqalla. Agarda mening bor bitim el tilikini qo'shib sayriy olsa, menga buningdan cho'ng qut bo'lmaydi. Gullaylining sharti bilan xizmatchi qizlar leganlarda tamoq keltirishdi. Xonish Oydin ko'pchilikni tamoqqa taklif qildi.